Chilonzor 23-kvartal 5 etajli domi, 5-etaji, 2/6 balkon, 54 kvadrat. Xo'p, bitta kvartira olganmiz, remont qilib o'tiribmiz, shu holatda sotuvga chiqazamiz. Juda ham shkolat narxda. Xo'p, 2 xonali, sharoiti bor, yashashga tayyor bo'lgan kvartira olaman deganlar uchun juda ham zo'r variant. Olib turib remont qilsanglar bo'ladi yoki shu ko'rinishda yashab ketsanglar bo'ladi. Hozir ichida oldingi egasi turibdi, ertaga chiqib ketadi, ertaga bo'shatib beriladi. Bemalol xarid qilib olsanglar bo'ladi, ozgina remont qilsanglar ham bo'laveradi. Bu yog'imiz mehmonxonamiz. Xo'p, mehmonxonani ko'rinishi. Kvadrat metri yaxshigina. Xo'p, xonalar katta-katta, 2/6 balkon, 2ga bo'lib yuborilgan. Bu yog'i detskiy komnata qilib qo'yilgan. Bu yoqqa ham bemalol detskiyni sig'dirib olsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yog'imizda spalnimiz joylashgan. Spalni xonamizdan ham kattaligi zo'r, ko'rib turibsizlar. Remont yaxshi holatda, shu ko'rinishda ham bemalol yashab ketsanglar bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz. Xo'p, bu yoqda razdelniy sanuzelimiz joylashgan. Bu yog'imiz oshxona qismi. Xo'p, kuxnyamizning ko'rinishi uголокlar qilib qo'yilgan. Xo'p, bu ham 3-xona sifatida, yana bitta xona sifatida bemalol foydalansanglar bo'ladi. 2/6 balkon, 2ga bo'lib borib, bu yog'iga kichkina oshxona qilib qo'yilgan. Kuxniy mebel, gaz plita narsalari bor. Aytib o'tganimizdek, yaxshi sharoitli xonadonimiz, xudo xohlasa, sotuvimizda. Bemalol baraka qilsanglar bo'ladi. Sanuzellari, razdelka. Xo'p, bu yog'imizda vannasi. Bu yog'imizda hojatxona qismi. Xo'p, podyezni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Bu yog'imiz podyez. 5-etajimizda joylashgan. Mana shu xonadonimiz. Xo'sh, srochniy narxlarda, xudo xohlasa, sotuvda xarid qilib olaman deganlar uchun bemalol telefon qilib barakasini qilsanglar bo'ladi. Xo'p, lokatsiyasini tushuntirib o'tdim. Chilonzor 23-kvartal. Shundoq Farxatskiydan to'g'ri o'tib kelsanglar ham bo'ladi. Farxatskiy bozoriga ham yaqin. Chilonzor metroga ham bir liniya. Chilonzor metroga ham ja uzoq bo'lmagan joyda. Orientirimiz Havas ipoteka bankdan shundoq kirib kelaverishdi. Birinchi dom 5 etajkani 5-etaji tarixda emas, o'rta podyezdda joylashgan 5 etajkani 5-etaji 54 kvadratlar chiqadi, 2/6 balkonli. Hurmatli obunachilar, ushbu kvartirani naqd pulga 55 mingga baraka qilishingiz mumkin. Kvartiramiz ma'qul kelsa, shunday telefon qilib barakasini qilsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Layklarni bosib qo'yinglar. Kvartiramiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, telefon qilib barakasini qilsanglar bo'laveradi.